Xohlasa shuni olib qo'yish kerak edi. Shu arzon ekan, главный o'rnida. Hozir boshdan borib Shohriddinga telefon qilib, Shohriddinga. Alo Shohriddin. Shohriddin. Arzon uy topdim. Kermetowda 225-kvartaldan 1-ko'chasidan shu chiqqan endi 14-uyda ro'parasida ekan. Opshim tekis toza havo, tog'lar ko'rinadi. Ha, pulini arzon. $43,000. Undan ham tushib beradi. Arzon, srochniy. Olib qo'yaylik Shohriddin. Srochniy uy olaman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar yoki uy bilan ish qiladigan biznesmen akalarimizga ham jo'natib qo'yasizlar. Jigarlar, adreslarini aytdim. Bu men turganim Qirg'iziston O'sh shahri, Keremetov. Keremetovda 225-kvartalning 1-ko'chasi. 225-kvartal. Ya'ni Keremetovdan kirganinglardan keyin Keremetov kirib kelganlar, ikkinchi masjiddan kelayotganinglarda mana o'ng qo'l tomoninglarda akalar hozir shtrafstanka bo'lib qoldi. Shtrafstankaga xuddi shu ko'chadan kirib kelsanglar bo'laveradi. 1-ko'chasi shunday kirishinglarga mana tog' chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. Havosi zo'r ekan. Shunday kirganinglarda 14-uyda ro'parasidagi uyimiz sotuvda bugun. 4 sotikka inshaalloh yaqinroq uyimiz xudo xolasa tayyor. Mana devorlar urilgan ko'ryapsizlar. Bitta darvoza qo'yib qo'ysanglar bo'ldi jigarlar. Hozir men sizlarga ichki tomonini ko'rsataman. Mana aka-ukalar, joyimizni ko'ryapsizlar, tekis. Mana qo'shni betonlar qurilgan, ikki tomonda. Bu tomonimiz mana qo'shnilarimiz bor. Qo'shnilarimiz engilarimiz zo'r. Hozir biz kelsak ham kelinglar, ukalar nima xizmat ro'za bo'lmaganda choy qo'yib beradi deb gapirishdi. Zo'r ekan, qo'shnilar menga yoqdi. Uyimizni ko'rinishi shu. Bu yerimiz 4 sotikka yaqin ekan. 4 sotikka yaqin ekan. Xonalarimiz bu yerda mana bitta, ikkita, uchta koridori bilan tayyor ekan akalar. Eng glavniymi, akaxon o'zi aytganda singari o'zi uchun qilgan ekan. Jicha mablag' keraklik uchun srochniy sotaman deyapti. Uy istab yurgan, chek istab yurgan akalar mana shu uyni ko'ringlar. Juda arzon ekan. Tepani $43,000 zo'r kami bor ekan. $43,000 kami bor. Tekis joy, hamma yo'q tayyor. Glavniy monolari eng zo'ri, hali armatura yoki stroy materiallar kelgan pulni ayamagan ekan. Akani o'zini aytishi bo'yicha menga ham yoqdi, plani zo'r ekan. Hozir telefon nomerlarini aytaman, akalar srochniy svязga chiqinglar. Ko'rib turibsizlar, 0990 bilan 10 15 15. Qaytaraman, 0990 bilan 10 15 15. Akalar srochniy olib olinglar. Uy istab yurganlarga shu video tashlab qo'yinglar. $43,000, 43,000 kami bor.